Assalomu Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish bank hamkorligida Navoiy viloyati Konmix tumani Yuksalish mahallasining 389-konturda amalga oshirilyapti. Ushbu dala maydonga qovun ekini ekilgan, 10 gektar, uzunligi 420 metr, bo'yi 240 metr. Bu ekinlar hozir o'sha zamonaviy agrotexnik ishlovlar berilib, patlyonka ostiga ekilgan. Qovun ekinimiz 70 kun, 75 kunlik tez pishar nav ekilgan. Bu yerda ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Konmix Chordara MChJ mas'uliyat cheklangan jamiyat biriktirilgan. Bu yerda 10 ta dehqon xo'jalikka o'rtacha 1 gektardan to'g'ri keladi. Bu yerda har bir gektariga 7000-8000 dona ko'chat ekilgan. O'rtacha hosildorlik gektariga 20 tonna, 25 tonna bo'lishi rejalashtirilyapti. Umumiy 10 gektardan 200 tonna, 250 tonna bo'lishi rejalashtirilgan. Qovundan keyin ikkinchi takroriy ekin ekishimizga ham imkoniyat bo'ladi va o'sha dehqon xo'jaliklarimizni daromad o'sishiga ancha hissasini qo'shadi. Dilsherda beton oxir sotganini o'g'li bo'lyapti, o'rtasi qilyapti. Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish bank hamkorligida Navoiy viloyati Konmix tumani Yuksalish mahallasining 389-konturda amalga oshirilyapti. Ushbu dala maydonga qovun ekini ekilgan, 10 gektar, uzunligi 420 metr, bo'yi 240 metr. Bu ekinlar hozir o'sha zamonaviy agrotexnik ishlovlar berilib, patlyonka ostiga ekilgan. Qovun ekinimiz 70 kun, 75 kunlik tez pishar nav ekilgan. Bu yerda ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Konmix Chordara MChJ mas'uliyat cheklangan jamiyat biriktirilgan. Bu yerda 10 ta dehqon xo'jalikka o'rtacha 1 gektardan to'g'ri keladi. Bu yerda har bir gektariga 7000-8000 dona ko'chat ekilgan. O'rtacha hosildorlik gektariga 20 tonna, 25 tonna bo'lishi rejalashtirilyapti. Umumiy 10 gektardan 200 tonna, 250 tonna bo'lishi rejalashtirilgan. Qovundan keyin ikkinchi takroriy ekin ekishimizga ham imkoniyat bo'ladi va o'sha dehqon xo'jaliklarimizni daromad o'sishiga ancha hissasini qo'shadi.